To'yib ketdim hammasidan. Rahmat bolam, umridan baraka top. Shu kampiram bo'lmadi, men qutulmadim. Sen nima deding? Men majbur emasman onangizga qarashga. Hali o'qib ber, hali bo'qib ber. Ovqating pishdimi? To'ydim hammasida. Sen meni onam haqida gapiryapsan, bilyapsanmi shuni? Men sizni rozi qilsam bo'ldi, onangiz emas. Sen meni rozi qilishing uchun onamni beminnat xizmatlarini qilishing kerak. Erni rozi qilgan ayol jannatiy bo'ladi. Oldingda ikkita yo'l bor. Qaysi biridan ketish o'zingga bog'liq. Bu birinchi yo'l. Bu yo'lni tanlasang ajrashamiz. Ajrashganimizdan keyin boshqa erkaklarga nazari tushish boshlaydi. To'g'ri, erga ham tegarsan, lekin xotin qilib oladigan kamdan kam bo'ladi. Nafs to'ygandan keyin u ham javobini beradi. Hayoting do'zaxga aylangani qoladi. Ikkinchi yo'l, onamning xizmatlarini xo'p bo'ladi deb o'zingni onangdek qadrlab hurmatlarni qilsang, hayoting ham, oxirating ham jannat bo'ladi. Men ham sendan rozi bo'laman. Xo'p, meni kechiring, noto'g'ri ish qildim. Endi xizmatlarni qilib, duolarni olaman. Onajon, meni kechiring. Bilmasdan yoshlik qilib qo'ydim. Qizim, men sizdan hech ham xafa emasman. Bu qaytar dunyo. Siz menga nima qilgan bo'lsangiz, Allohdan sizga 2 barobar bo'lib qaytadi, qizim. Shuni bilib olsangiz bo'ldi. Davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi.